Assalomu alaykum. Yana bir bor hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Urg'ol qishlog'ida, o'zimiz Shaharsabzi Urg'ol qishlog'ida bir Obsatar akamizni, mol dallol akamizni molini kelib tekshirganimizda mol bug'ozligi ma'lum bo'ldi. Bu mol birinchi marta meni o'zim buni kuyga keltirishga lichina qilib sun'iy qochirganmiz va buni egasi bo'ldi, mol ishlamayapti, qaytalyapti. O'zi bir marta sun'iy qochirganmiz. Qaytalyapti deb molni sotib yuborgan. Va shundan keyin akamizga kelib tekshirganimizda ham o'zi apparatda ko'rinmagan va 2 oy o'tgandan keyin kelib tekshiryapmiz. Akamizda ham bu qo'ya kelmagan va mol hozirgi kunda bug'ozligi ma'lum bo'ldi. Mana akamizni o'zidan eshitamiz qolganini. Mana akamiz assalomu alaykum. Kuzatuvchilar. Mana molimiz bug'oz chiqdi. Doktor buvamizga katta rahmat. Tekshirdik. Molimiz bug'oz. Xursandmiz.